ichida hozir mana turib. Mana. Bo'ladi menimcha. Bo'ladi. Bitani tashqaridagi lukni ham bitta o'chib ko'rsatib qo'yani. Yondagi bakovoy. Ha, bakovoylar. Mana ko'rishingiz mumkin. 30 metr uzunligidagi teplitsamiz. Ana. Ko'rishingiz mumkin. O'rnab bo'ladi. Havo almashtirgani bu yerda shamollatgan tizim qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Dagansi bir xilda o'chirib yopiladi. Bo'ladi. Bu taraf, yon tarafini ham bitta pastga qo'yib qo'yaylik, ana shunda pastga yonga qo'ying. Bo'ldi. Bitta u yonni ham bitta o'chib yopib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yer portishkamizda yuqorida 2 metrga 1.70 lik 1.70 ga 1 metrlik portishkamiz bor. Mana Mana o'ching yonni. Mana ko'rishingiz mumkin, bir xil shu 30 metrlik teplitsamiz uzunligidagisi. Uni o'chirib bo'ladi. Mana havo almashadigan qilingan, ya'ni bu Surxondaryo janub bo'lganligi uchun havo almashadigan qilingan. Mana yoz kunlarida havo almashtirib, mana bahor oylarida issiqlikni chiqazib, namlikni chiqazgani qilingan maqsadda qilingan bu ishlarni. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Bo'ladi, ash yonga qilib qo'ying, yo'q, ponni tushirib qo'ysangiz ham mayli.